Zarg'a Naqdaxona degan birinchi sinfga borgan ustozimiz shu ustozimiz bo'ladi. Qo'limga ruchka o'shatgan hamda alifboni o'rgatgan ustozimiz Naqdaxona bo'ladi. Birinchi ustozim Maqsudxon Vakilov bilan Ismoilova. Jonov Abduhalim Mahfuza Fahmigan birinchi sinfdagi ustozim. Xo'jayev Abduhalimga qalam Zafar menga xat yozishni o'rgatgan ustozim Hakim va Muqaddas opa bo'ladi. Mulikova Anisapa Faiz va muhabbat ustozim eng birinchi boshlang'ich sinfda harf o'rgatgan ustozim. Soqovina Murodovna. Birinchi ustozim Boqiyeva Farida Qodirovna. Ustozim albatta eslayman. Birinchi ustozim menga ilk qadam tashlashni o'rgatgan ustozim Jumaboyeva Odinamon opa bo'ladi. Bo'ldi. Birinchi ustozim 5-maktab Vladimir Ilich Lenin nomidagi boshlang'ich sinf o'qituvchimiz Raisa Andreevna. Ajoyib inson edi. Birinchi partaga o'tirib olib, gapirib bo'lishi, qo'l ko'tarib, zamir ikkalamiz asabiga tegib, doim meni aytib turardik. Bo'ldi, senlardan so'raman deb doim unaqa qilardi bizga. Saida Pushadjanova. Men birinchi ustozim. Birinchi ustozim Safiya Nigmatullaeva bo'ladi. Yaxshi eslayman birinchi ustozim. Saddanova Saidaxonaya Nuriddinova. Husanova Marimovda. Birinchi ustozim Maqsud Vohidov.